Assalomu alaykum hurmatli Mortal Master kuzatuvchilari. Bugun Mortal Master showroomida mehmondamiz. Sof foyda topayotganlarni eshitamiz. Ya'ni sof foyda. Sof foyda $2,500. Ehtiyot qism kerak bo'lsa, o'ziga xarid qilishlik uchun vitrina qilib qo'yganmiz. Asosiy skladimiz naryoqda. Biz Mortal Master bilan balki boshqa brendlarga ham mos keladigan ehtiyot qismlarni sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Qora suvoq bo'lsin, rodbon suvoq bo'lsin, styashka apparatlar bo'lsin, hammasiga servis xizmatini ko'rsatamiz. Kommentlarda yozib qoldiringlar. Biz albatta video sifatida ishlab Instagram sahifamizga, YouTube sahifamizga qo'yamiz. Assalomu alaykum hurmatli Mortal Master kuzatuvchilari. Bugun Mortal Master showroomida mehmondamiz. Assalomu alaykum. Nodir aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bugun Nodir akamizga zo'r savollar yig'ib kelganmiz. Ya'ni obunachilarimizdan kelgan yoki umuman qiziq bo'lgan, ya'ni Mortal Master uskunalari, servis markazi va zapchastlar bo'yicha qiziq savollarni yig'ib kelganmiz. Ushbu videoda sizlar Mortal Master uskunalari haqida ma'lumot, ular orqali qancha daromad topish mumkin va ish topishlar haqida to'liq Nodir akamdan shaxsan o'zlaridan eshitib qolamiz. Xudo xolisa boshlasak bo'ladimi? Ketdi. Bu do'konimiz, bu yoqda bu haqida sal turib gaplashamiz. Hozir endi showroomga kiramiz. Bu yoqda endi mijozlar bilan shu apparatlar bo'yicha gaplashamiz. Xo'p, Nodir aka, endi sekin savol-javob boshlaymiz. Ko'pchilikga qiziq bo'lsa kerak, Mortal Master zavodi qayerda? Qanaqa turdagi uskunalar ishlab chiqarishadi? Yani zavod haqida ozgina informatsiya bersangiz. Xo'p, uskunalarimiz Turkiyada Kotanbao yapı zavodida ishlab chiqariladi. Istanbulda joylashgan 14,000 kvadrat maydonni egallagan zavod. U zavod o'zi 2005-yildan beri ish faoliyat yuritib keladi. Biza o'sha zavodda 2020-yildan beri mana hozirgi kungacha rasmiy diler bo'lib kelamiz O'rta Osiyoda. Ya'ni O'rta Osiyoda O'zbekistonda, Qirg'izistonda va Tojikistonda mana shu uskunalarni sotuvi bilan, uskunalarga ehtiyot qismini sotuvi bilan shug'ullanamiz. Xo'p, Nodir aka, zavod haqida ma'lumot oldik. Endi shu zavodda necha xil turdagi uskuna ishlab chiqariladi va biz O'zbekistonga qaysi uskunalarni olib kelib bera olamiz? Shu bo'yicha ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, endi bu ma'lumot berish uchun men sizga katalog ochib ko'rsataman. Bu katalog mijozlarga ko'rsatiladi-ya? Albatta, mijozlarga ko'rsatilgan katalog. Mana shu katalogimizda 50 dan ortiq turdagi uskunalar bor. Ya'ni zavodimiz 50 dan ortiq turdagi uskunalarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. O'zbekistonga buni bir 20 ga yaqin turdagi uskunalarni olib kelib, sotuv bilan shug'ullanamiz. Va misol uchun bemalol qaysidir uskunalar постоянно olib kelib qo'yamiz bu yoqqa, ya'ni doimiy ravishda olib kelib talab bo'lgan. Talab bo'lgan. Qaysidirlari misol uchun yengillik bo'lsa, zakazga olib kelib beramiz, muammo yo'q. O'zi aslida Yevropa uchun alohida turdagi uskunalar bor va O'rta Osiyo uchun alohida turdagi uskunalar bor. Shunaqa, ya'ni o'zini ya'ni holatiga qarab, joyiga qarab ishlab chiqaradi. Qaysi uskunalar bir ko'rsatasiz, ya'ni misol uchun suvoq uchun, styashka uchun shular bo'yicha? Qarang. Mana bizda misol uchun O'rta Osiyoda bo'lib ham O'zbekiston va misol uchun O'rta Osiyo davlatlari, hop, Qirg'iziston, Tojikistonda ko'proq ishlatiladigan uskunalardan biri bu yoqda 5200R modeli. 5200R model, ya'ni u yarim quruq styashka qilish uchun mo'ljallangan, solyarkada ishlaydigan 3 silindrli, ya'ni 3 silindrli motorga ega bo'lgan uskuna. Ushbu uskunamiz yordamida siz 90 metr balandlikka, 180 metr uzoqligiga, ya'ni tayyor bo'lgan rastvorni, qorishmani bemalol olib chiqib ishlatsangiz bo'ladi. Bu endi styashka, ya'ni styashka apparati dizelli variantlari. Buni bizda tokda ishlaydiganlari ham bor, 3 fazada ishlaydigani bor. 380 tokda ishlaydigani, o'zi 380 tokda ishlaydigan uskunamizni uni ham o'ziga yarasha bir qancha modellari bor. Bo'lib ham aktual, ya'ni doimiy olib keladigan uskunamizni zavoddan kompressorsiz holatda keladi. Biz endi mijozlarga qulay bo'lishi uchun bu yerda kompressor o'rnatib beramiz va ishga tayyor holatga keltirib, misol uchun olib borib ishlatib ko'rsatamiz. Mijozlarga qulaylik. Maksimal darajada endi qo'ldan kelgancha shu qulaylikni yaratib, shunaqa xizmatlar ko'rsatamiz. Endi bu styashka apparati bo'yicha bu yerda bizda qora suvoq va undan tashqari rodbon suvoq sepadigan uskunalarimiz ham bor. Rod suvoq uskunalarimiz. Ana shunaqa uskunalarni ham olib kelib sotuv bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bu O'zbekistonning talabiga binoan mana shunaqa uskunalarni doimiy ravishda olib kelib sotuv bilan shug'ullanamiz. Yani demak, mijozlarimiz o'zlari kelishsa ham to'liqroq ma'lumot berib, albatta, shaxsan o'zingiz kutib olib, albatta, inshaalloh qo'ldan kelgancha shaxsan o'zim kutib olib, bu yerda nima uskuna, qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, xarakteristika bo'lsin, boshqa ma'lumotlar bo'lsin, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, qarang. Endi shu uskunalar orqali qancha daromad topish mumkin? Ya'ni eng qiziq joylardan bittasi qancha daromad topish mumkin yoki qancha daromad topishyapti? Shu bo'yicha ozgina ma'lumot bersiz. Xo'p, bu narsa bo'yicha men sizga bir umumiy ma'lumot beraman. Sababi hammada har xil bu narsa. Misol uchun, solyarkada ishlaydigan styashka uskunasida o'rtacha biz bilayotgan o'rtacha
bir oyda $2,500 atrofida sof foyda topayotganlarni eshityapmiz. Ya'ni sof foyda bu. Sof foyda $2,500 topishyapti. Elektriskidan ham taxminan shunaqa. Endi elektriskiy uskuna 3 fazada ishlaganligi uchun u yerda obyektlarga baribir ham ko'p narsa bog'lab bo'ladi. Obyekt bo'lsa, obyektni ko'proq holatda buni katta ob'yomga olib, misol uchun ob'yomga qo'yib qo'yishadi. Oylab yotadi u yerda apparat misol uchun o'sha yerda to ishini bitirmaguncha. U yoqda endi yana ham individualroq, ya'ni misol uchun undan ham ko'proq bo'lishi mumkin, undan ham kamroq bo'lishi mumkin. O'rtacha $2,500 atrofida foyda qilishyapti stяжка apparatida. Qorasuvoq uskunasida biz bilganimiz o'rtacha unda ham $2,500–3,000 atrofida foyda ko'rishyapti. Ya'ni sof foyda bu rasxodlardan tashqari. Ustalarning pulidan, boshqalardan tashqari. Albatta, ustalarning puli, rasxodnik materiallar, servis kelishi va hokazo mana shulardan tashqari o'rtacha mana shunaqa summa topishyapti. Rodbensvo uskunasida biz bilganimiz o'rtacha $2,000 dan $2,500 gacha mana shunaqa foyda qilishyapti. Bu ham endi u uskunalar shu 389 ta ishlaganligini hisobiga o'sha ish topib shu yerda kelishuvlarga qarab mana shunaqa o'rtacha foyda qilishyapti. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Men sizga hozir katalogni ko'rsataman. Xo'p. Bizda 2025-yilda yangilik bo'lgan. Odatda biz Rodsvoq, ya'ni Rodman sepadigan uskunani 3 fazada ishlaydigan sotardik doimiy ravishda. 2025-yilda 229 ta ishlaydigan uskunalar paydo bo'lgan. Ya'ni bu degani endigi kunda Rodman sepib ishlaydigan akalarimiz bizdan 229 ta ishlaydigan uskunani sotib olib, ya'ni nafaqat katta obyektlarda, balki kichkina xonadonlarda ham bemalol misol uchun o'sha Rodman sepib xizmatlarini bemalol ko'rsatsa bo'ladi. Faqat katta obyekt emas, kichkina xonadonlarga ham borib turadi. Albatta, o'sha 229 qayerda bo'lsa, o'sha yerda bemalol xizmat ko'rsatsa bo'ladigan uskunalarni ham ishlab chiqarish va sotuv bilan shug'ullanishni boshlagan. Mana shu 2025-yildan boshlab. Xo'p, o'zi ish topish qanaqa bo'ladi? Misol uchun endi suvoq sohasida yoki staj qilib yurgan, shu sohada ishlab yurganlar topa olishi mumkin yoki shu sohaga endi kirib kelayotganlar, shu sohada yurganlarga qanaqa ish topish bo'ladi? Qanday maslahat berasizlarmi yoki o'zingizdan apparat sotayotganda baribir maslahat berasizlar, to'g'rimi? Buni ish qilasizlar, nima qilasizlar? Shu bo'yicha ozgina ma'lumot bersiz, ya'ni ish topish qanaqa bo'ladi bunda? Har bir holatda ham, ya'ni stajga bo'lsin, qorasuvoq Rodman bo'lsin, farqi yo'q. Birinchi navbatda reklama. Biz endi aytadigan narsamiz, odam o'sha o'zini ishini, apparatini rasmga olib videoga olib qo'yadi, misol uchun OLX yoki misol shu va shunga o'xshagan qanaqadir saytlarga kimlardir bor, misol Instagram yurg'izadi, YouTube yurg'izadi, har xil o'ziga qarab, holatiga qarab reklama qilishni tavsiya qilamiz. Ko'rdim men ham Instagramda yurg'izib ona qilishar ekan. Shunaqa narsa bor. Ya'ni kimlardir target yoqishadi, misol uchun shunaqa xizmat ko'rsatamiz deb xizmatini videoga olib nima qilishadi. Bizni oldimizga keladigan odamlar, ya'ni ko'pi o'zi maqsad bilan keladi, ya'ni maqsadli odamlar, ya'ni ular misol uchun 389 ta ishlaydigan uskunaga qiziqadi, sababi ularning o'zining obyekti bor. Yoki tayyor obyekti bor, shunga oladi, to'g'rimi? Yoki obyekti bor yoki obyektni tanishlari bor. Endi holatga qarab tanishlari bor, ya'ni bu apparatni olgandan keyin qayoqqa borishni biladiganlar bor. Bo'lib ham stajgachilar, misol uchun salarga ishlaydigan apparatda o'sha xizmat ko'rsatadigan akalarimizni OLXda ko'proq shu stajga xizmatini reklama qilishadi. Shuni ketidan o'sha bu yog'i bittasini ishini qilib bergandan keyin o'sha bizda ommalashgan narsa, ya'ni tilma-til o'tib ketadi, sarafanka o'tib ketadi. Yo'q, o'zi nimanidir yaxshi qilsa, bitta obyekt yaxshi topshirsa, o'sha u obyekt oladi, bu obyekt oladi. Xuddi shunday. Mana shunaqa o'zi tortib keturadi. Sababi O'zbekistonda qurilish ko'p hali. O'zbekiston bozori hali hozir endi nima desa bo'ladi, qurilishlar avjayotgan payt. Qurilishlar avjayotgan payt. Aynan bunaqa uskunalar boshqalar aynan bizda bozorga kerak. Albatta. Xo'p, shunaqa, ya'ni o'zini reklama qilish kerak, tanitish kerak. Baribir apparat oldi deganda bo'ldi, ish kelib qoladi boshqa degani emas. Apparat olgandan keyin ustalarimizga tavsiya qilgan bo'lardik, Instagramlarni yurg'izib yoki shu ijtimoiy tarmoqlarni yurg'izib, o'zini shu apparati borligini, shuni xizmati borligini ko'rsatib, shu orqali ham zakazlar olsa bo'lar ekan. Xo'p, endi qarang, Nodir aka, biz shu apparatlarni oldik, ishlatyapmiz, muammo bo'lib qoldi. Zapchast kerak, qayerga boramiz? Chunki ko'p misol uchun mashina olsak, boshqa narsa qilsak, aynan o'zini qanaqadir do'koni bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ko'chada aytdingiz, bizda o'zi zapchast do'kon bor dedingiz. Endi shu zapchast do'koniga borib, nimalar bor yo'qda, necha xil turdagi zapchastlar bor, shular bo'yicha bitta gaplashsak. Bo'ldi, bemalol. Shu do'kon, shu yoqqa vitrina qilib qo'yganmiz endi. Zapchastlarni misol uchun ko'rib bemalol mana bu zapchast kerak deb, nima xullas ehtiyot qism kerak bo'lsa, o'ziga xarid qilishlik uchun vitrina qilib qo'yganmiz. Asosiy skladimiz naryoqda. Bu yoqqa ham boramiz, hozir ko'rsataman sizga. Xo'p, mana skladimiz. Ana shu bizning asosiy skladimiz. Mana shu skladda 950 xildan ortiq ehtiyot qismlar sotuvda bor. Ya'ni
uskunalar uchun. Uskunalar uchun. Hamma uskunalarimiz uchunmi? Ya'ni biz Da. aytib o'tdik, bu yoqda suvoq bor edi, rotsuvoq. Xuddi shunday. Stяжка, qora suvoq, rot suvoq uchun nafaqat bizni Mortal Master bilan, balki boshqa brendlarga ham mos keladigan ehtiyot qismlarni sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni kelib turib, shu yerdan tanlaydi, boshqalarda. Da? Bu yoqda magazinni ko'rdik. Bu yoqdan xarid qilib ketishadi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Misol uchun o'sha magazinda vitrina qilib qo'ygan bo'lsak, vitrinadagi tovarni, mana shu tovar kerak desa, bu yoqdan misol uchun bolalar olib chiqib shu mijozga taqdim Ya'ni etishadi. uskunamiz uchun nima kerakli ehtiyot qism bo'lsa, hammasi bor. Xo'p, aka, bu omborni ko'rdik. Boshqa filiallarda qanaqa? Ularda ham ehtiyot qismlar bormi? Albatta, misol uchun O'zbekistonning o'zida bizda 3 ta filialimiz bor. Ya'ni mana shu turgan joyimiz Toshkentda, Samarqandda va Namanganda o'sha filiallarimiz bor. Samarqand va Namangandagi filiallarda hozircha faqatgina ehtiyot qism sotuvi. Ya'ni o'sha vodiydan, vohadan keladigan mijozlarimiz bu yoqqa Toshkentga bitta ehtiyot qism olish uchun kelib o'tirmasligi uchun o'sha yerdan filial ochib qo'yganmiz. Bemalol o'sha yoqqa borib murojaat qilib, Yaqinroq. o'ziga yaqinroq joydan bemalol ehtiyot qismlarni xarid qilib ketsa bo'ladi. Bu O'zbekistonda 3 ta filial, undan tashqari Qirg'izistonda 2 ta filialimiz bor, O'sh va Bishkekda. U yoqda ham o'sha ehtiyot qism, u yoqda o'sha uskuna sotuvi ham va servis markazlari ham hammasi bor. Tojikistonda ham Dushanbe shahrida uskuna, ehtiyot qism va servis markazini ochib qo'yganmiz, ya'ni u yoqdagi klientlarga xizmat ko'rsatamiz. Dastavka yetkazib berishlar ham bor bu yerda. Albatta, Toshkent shahar bo'ylab dastavka mashinamiz bor. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Endi narigi davlatlarda ham bu narsadan inshaalloh muammo yo'q. Agar sizlarga ehtiyot qismlar kerak bo'lsa, o'sha nomerlarga telefon qilasizlar. Xo'p, endi ehtiyot qismini oldik. Endi uni kim o'rnatib beradi, nima qiladi? Ya'ni bizda servis ham bor, adashmasam. Albatta. Endi servisga bir o'tsak, bu yog'ini ham tanishtirsangiz bizga, xursand bo'lardim. Kiramiz bu yoqqa. Mana bu bizni servis markazimiz. Mana shu joyda hamma turdagi uskunalar, ya'ni qora suvoq bo'lsin, rodbun suvoq bo'lsin, stяжка apparatlari bo'lsin, hammasiga servis xizmatini ko'rsatamiz. Bu yoqda tajribali mutaxassislarimiz ishlaydi. Nima xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, bu yoqda ham ko'rsatib turamiz, kerak bo'lsa, borib ham xizmat ko'rsatib turamiz. Borib ham xizmat ko'rsatish bor. Ya'ni misol uchun bir xil uskunalar o'sha joyida buzilib qoladi, shu joyga borib turib ham. Albatta. Kerakli zapchastlarni olinar ekan. Albatta. O'sha yerdan olib turib, borib Xuddi shunday. Men yoqdi, ya'ni ustalarga juda ham oson. Misol uchun bu filial yoqda har xil emas, bitta joyda zapchast ham shu yerdan topishadi, servis ham shu yerdan, ichkari kirib ham gaplashish ham shu yerdan, hammasi shu yerda bo'lar ekan. Xuddi shunday. Nodor aka, shu servis kelish uchun nima qilish kerak? Shu tartiblarni aytib o'tsangiz. Xo'p, juda ham oson tartib. Nomerlar yozib berasizlar inshaalloh. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqishadi. O'zlari o'sha holatga qarab borish kerak bo'lsa, o'sha yerda, ya'ni vizov xizmati, agar olib kelish kerak bo'lsa, qachon, qaysi vaqtga olib kelish kerak, hammasini kelishib, mana shu joyga olib kelishadi, bolalar xizmat ko'rsatib turadi. Muammosini aniqlab, shunga qarab turib, albatta. yechim berishadi. Xuddi shunday. Rahmat Nodir aka, ancha ma'lumotlarni oldik. Zapchastlar bo'yicha, uskunalar bo'yicha, servis markazi bo'yicha. Agar sizlarda ham savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarga yozib qoldiringlar. Biz albatta video sifatida ishlab, Instagram sahifamizga, YouTube sahifamizga qo'yamiz. Biz yana nomerlar qoldirib ketamiz. Uskuna uchun, zapchast uchun va servis markazlarimiz uchun bemalol bog'lanib kelishinglar mumkin. Nodir akani shaxsan o'zlari kutib oladilar va bizning YouTube sahifamizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa kontentlarimiz hali ko'p bo'ladi.